ko'rish va ishonish. Abdori Muhammad Yusuf. Ba'zilar inson ko'rginiga ishonadi deydigan atalmish falsafani dastur qilib olib, g'aybga, ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan haqiqatlarga inkor qilmoqchi bo'lishidi. Halbuki inson ko'rgan narsasiga xohlasin yoki xohlamasin ishonishga majburdir. İnsanның ko'rgan va bilgan narsalarga ishonishi normal bir ahvol. İnson ko'rganiga ishonadi degan bu jumla mushu ma'nosi bilan tushunilsa, bu inkorchilarning da'vosi uchun emas, balki ularga qarshi dalil bo'ladi. Agar bu jumlaning ma'nosi inson ko'rganiga ishonadi, ammo ko'rmaganiga ishonmaydi va ishonmasligi kerak degan tushunchani ifodalaydigan bo'lsa, biz bu jumla ustida izlanishga muhtojmiz. Bu jumlani ikkinchi ma'nosi bilan olsak, biz uning tamoman aksini so'zlaymiz va deymizki, inson ko'rganiga ishonadi. U ko'rganiga ishonadigan yagona mavjudotdir. Ishonish ko'ringanning emas, balki ko'rinmaganning unvonidir. Chunki inson ko'rganiga baribir ishonadi. Uni ishonishga bog'lashning hech hojati yo'q. Masalani asliga qaytarsak, ishonish bilan ko'rish o'rtasida biror aloqa qurish hargizmo mantiqliq ish emas. Chunki iymon ko'ringanning emas, balki ko'rinmaganning borligiga ishonish demakdir. Shu vaqtda iymonning qimmati o'ttirg'a chiqadi. Ba'zilar Hazreti Muhammad alayhissalom, Aysa alayhissalom va Musa alayhissalomlarning zamonidagi kishilarmi mazkur payg'ambarlarni ko'rib iymon etgan emasmi deyish mumkin. Ularga javob berib deymizki, payg'ambarlarga iymon keltirish deganlik ularning mavjudligiga emas, balki ularga kelgan vahining haqliqligiga ishonish demakdir. Ularni ko'rib iymon etish bilan bizga o'xshash ularni ko'rmay turib iymon etganlikning ishonish jihatdan nima farqi bo'lsin? Albatta, ko'rish iymonning kuchlanishiga turtki bo'ladiganligini inkor qilganimiz yo'q. Ming anglagandan bir ko'rgan a'lo deydigan hikmatmi bor. Bu deganlik ko'rish ishonishni kuchaytiradi deganlik. Bas. Ammo u ishonish uchun shart bo'la olmaydi. Chunki iymon ko'rmay turib ishonishga qo'yilgan ismdir. Ko'rish ishonish uchun shart bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida Hazreti Muhammad alayhissalomning aqlini hayron qoldirgan mo'jizlarni ko'zlar bilan ko'rgan arablarning hammasi nima uchun birdak iymon etmagan? Bizning ko'rish ishonishni kuchlantirdi degan so'zimizmi mutlaq hukm emas, balki nisbiydir. Chunki Hazreti Muhammad alayhissalomning mo'jizalarini ko'rib, uningga iymon etganlarning hammasining iymoni birdak kuchlanib ketgan emas. Balki ularning ichida g'azotlardan qochganlarmi oz bo'lmagan. Bu iymonning ojizligidan emasmi? Aksicha, na Hazreti Muhammad alayhissalomni, na uning mo'jizalarini ko'rmay turib, uningga iymon keltirgan keyingi musulmonlarning, jumladan millatimizning dohillari bo'lgan Muhammad Amin Bug'ra va Sabit Damullamlarning iymoni ulardan kuchli bo'lgan emasmi? Payg'ambar alayhissalomning Abu Bakrning iymoni tarozining bir tarafiga va butun islom ummatining iymoni uning yana bir tarafiga qo'yilsa, albatta Abu Bakrning iymoni besib tushidi deganligimi?
İmanның әмме кішіде оқшаш дәржеде болмайдығанлығыны ifadalaganның sırtıda. Көрішнің әмме кішінің ішінішіні бірдәк күчәйтәлмәйдіғанлығыны мо ifadalaydı. Çünki Hazreti Muhammed Aleyhisselamның hissi möcizlerini kögen yalğız Abu Bakr emas, balki şu vaqtdagi Arablarning musulmon, kafir hammasi o'z ko'zlari bilan ko'rgan emasmi? Ko'rish va ishonish masalasi ustida har xil fikrlarni o'tirg'a qo'yg'ichi aqldir. Agar aql ko'rmaganiga inkor qilmoqchi bo'lsa, ishni oldi bilan o'ziga inkor qilishdan boshlash kerak. Chunki aqlni ko'rgili bo'lmaydi, balki aqlni aql o'zimi ko'ra olmaydi emasmi? G'aybga, ya'ni ko'rmaganga ishonishning shunchalik yuqori martabalari borki, ko'rish uningga hech narsani ziyoda qila olmaydi. Perdeler içilip, işengenlerimni közüm bilen körsemmo, imanımga hech narsa qo'shilmasdan yanılı bir xil turudu deganlarmi bor. Bu so'zning to'g'ri ekanligini qabul qilish aql egisi uchun ancha qiyin emas, albatta. Ko'rishni ishonishning sharti deb sanaydigan bo'lsak, oldi bilan tarixni inkor qilishga to'g'ri keladi. Tarix uni ko'rmay turib kitoblardan o'qish yoki og'zaki anglashlar orqali ishoniladigan narsa. Masalan, Muhammad alayhissalomning Hijriyaning 8-yili Makkani Arab buddist kuchlarining changilidan ozod qilganligini ko'zimiz bilan ko'rmagan bo'lsaqmi, uningga qilch shak keltirmasdan ishonamiz. Agar mumkin bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning zamoniga qaytib, uning bilan bir safda jihodga qatnashgan va Makkani billa ozod qilgan bo'lsak, bu vaqalikning rostligiga bo'lgan ishonchimiz kuchlanamdi? Tabiiyki, yo'q. Chunki ko'zimiz bilan ko'rsakmi, shu vaqalikni ko'ramiz, ko'rmay turib ishonsakmi, yana shu vaqalikka ishonamiz. Ko'rganning ortiqchiligi shu vaqtdagi birdaklik, hayajon, bas. Agar biz ko'rganimga ishonaman, ko'rmaganimga ishonmayman demoqchi bo'lsak, birinchi va ikkinchi dunyo urushlarining bo'lganligini, Afrasiyab, Oğuzxon, Sutuq Buğraxon, Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib va boshqa ajdodlarimizning o'tganligini inkor qilishimizga to'g'ri keladi. Chunki biz bu urushlarni va mazkur ajdodlarimizni ko'rmadik. Faqat tarixlardan o'qib, ishondik hamda hech qanday shak qabul qilmaydigan darajada jazm qildik. Biz tarix kitoblarga shu darajada ishongan yerda samoviy, ya'ni Alloh tushirgan kitoblarning Allah bardur degan so'ziga nima uchun ishonmaymiz? Mazkur kitoblar ichidan xususan Qur'onga nima uchun ishonmaymiz? Halbuki Qur'on odatdagi bir kitob emas. U rostchiligida favqulodda shuhrat qozongan, 14 asrdan beri o'zining mo'jizasi bilan har davr raqiblarga munozir e'lon qilib kelgan va yer shari nupusining 5dan 1ning ko'pragi uning rostchiligiga ishongan alayda bir kitobdir. Dunyodagi 1 milliarddan ortiq musulmon qavmning sizchilik aqli yo'qmi? Agar eng ko'p deganda shu musulmonlarning birarsichilik aqlingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'z bilan aqlning rolini va bu ikkisining hayotdagi vazifasini farqlantiradigan bo'lar edingiz. Umuman aytganda, ko'rmasdan ishonganlarimiz bilan ko'rib ishonganlarimiz o'rtasida alohida cho'ng farq yo'q. Masalan, ko'plarimiz atom, mikrob
və bakteriyalarning hech birini ko'rmagan bo'lsaqmi, ularning bor ekanligidan hech shak qilmaymiz. Chunki bir guruh mutaxassislarning ko'rdik deyishi bizning ishonishimiz uchun yetarlidir. Qani, mikroskop va uning vazifasini o'taydigan barliq jihozlar bir andala yo'q bo'ldi yoki ularning ko'rish sistemasi buzildi. Boshqasini yasashqami imkon bo'lmadi deb faraz qilayli. Bu vaqtda atom, mikrob va bakteriyalarni ko'rolmaganimiz uchun ularning mushu dunyoda mavjudligini inkor qila olamiz. O'tmishlarda mikroskop bo'lmag'achqa mikrob, bakteriyalarni ko'rgili bo'lmaydi. Bular shu davr insonlarning ko'rish iqtidorining sirtida edi. Ammo ularning ko'rolmaganligi uchun mikrob va bakteriyalar yo'qmidi? O'tmishdagilar bularni ko'rish bizning iqtidorimizning sirtida edi deyalasimi? Bularni haqiqiy ma'noda yo'q edi deyolmaydi albatta. Chunki ular ko'rolmagan bo'lsa-mu, mikrob va bakteriyalar inson yaratilishidan beri bor edi. Ko'rishning cheklik ekanligini va ko'zning ko'p hollarda xatolashadiganligini unutmaslik kerak. Bu masalani izohlashga hojat yo'q. Aqlingiz boshqa joyda bo'lgan vaqtda oldingizda turgan o'zingizning eng tunishliq odamini ko'rmay qilishingiz, qoida uni boshqasiga o'xshatib qo'yishingiz yoki tunimay qilishingiz, sarabni suv deb o'ylab qilishingiz ko'zingizning xatoliqidan emasmi? Shunga munofiq ko'zga, mu'min so'zga ishonadi deyiladi. Bu o'rinda ko'zga ishonishning insonlarni cho'ng xatoliklar va iymonsizliklarga elib bordiganligini eslatib o'tishni xohlaymiz. Biz hamisha quyoshning aylanayotganligini va yer sharining jim turayotganligini ko'ramiz. Agar ko'z haqiqatni bilishning o'lchami bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtda bizning yer sharining o'z o'rnida jim turayotganligi va quyoshning aylanayotganligiga ishonishimiz tabiiy haqqimiz bo'lgan bo'ladi. Ammo haqiqat bunday emas. Ko'zimiz bizni aldaydi. Amaliyotda quyoshning atrofida aylangani yer shari. O'z o'qidagi harakati bilan turg'ini quyoshdir. Odamni hamisha aldaydigan va ko'rish iqtidori cheklik bo'lgan ko'zga ishonamdiq yoki aqlning mahsuli bo'lgan bu ilmiy haqiqatmi? Peqirning G'arb madaniyati va biz nomli maqolalar to'plamidan elindi. Tugadi.